Mana biz hozir qin anal atreziya bemorda atreziya bilan tug'ilgan, shunda atreziyani ochamiz deganda qinning o'rnidan to'g'ri ichakni ochgan va qin bilan to'g'ri ichak bitta joyda ochilgan. Qin esa to'liq atreziyaga uchragan. Mana shu bemorda biz hozir mana bemorda chap tuxumdon, o'ng tuxumdon ikkalasi ham saqlangan. Mana o'ng tuxumdon bemorimizda ikkalasi ham bor. Mana biz hozir to'g'ri ichakdan sun'iy qin yasab, mana bu yasalgan sun'iy qin, to'g'ri ichakdan yasalgan sun'iy qinimiz. Sen lapatkangni tortib turag'ayni. Mana bu to'g'ri ichakdan yasalgan sun'iy qin. To'g'ri ichakning orqasidan esa biz anal kanaliga, ya'ni sfinkterlarning orasidan segmasimon ichakni tushirdik. Mana hozir bemorda sun'iy laparoskopik usulda mana sun'iy qin hosil qildik. Orqasidan esa ichakni tushirdik. Mana ko'rib turganlaringizdek ikkita tuxumdon ham borligi inshaalloh karim bemorda bemalol ayollik sifatlarini saqlab qolish hamma xususiyatlari bor. Mana operatsiyamiz inshaalloh muvaffaqiyatli tugadi. Ichaklarning joylashish hammasi joyida. Pastdan ham bitta olib qo'y. Mana bu tug'ilgan paytidagi kun ichak ochilgan bu yoqqa. Mana biza yasama kesib chiqarilgan ichak bu yoqqa. Ichak endi bu yoqdan axlat keladi. Bu tomon qin vazifasini bajaradi. Rahmat, nizidina qildik. Keyin ochib to'g'irlanadi bu narsa. Bir oydan keyin tekislab, to'g'irlab chiroyli analniy soha yasaladi.